Mohida taqdim etadi. Seni sevish eng yaxshi narsa. Ikkinchi qism. Shirin va nordon oshqozon uchun foydali. Menga u qiz juda ham yoqdi. Juda ham chiroyli ko'ringandi. Uning muomalasi ham yaxshi, aqlli. U menga juda ham yoqdi. Seni tengdoshing bo'lsa kerak, yoshi ham mos keladi. U haqda eshitganmisan? Ha, men eshitdim. Lekin yaqinlashishimiz uchun aralashishingga shart emas. Telefon raqamini olishingni istayman. Har kuni muloqot qilish oson va uning shartlariga e'tibor ber. Aks holda uni haftasiga bir marta ko'rishingga to'g'ri keladi. U istagan sanada. Agar gaplashmasang qanday qilib yoqtirasan? To'g'ri. Men shoshilmayapman. Lekin 30 yoshdasan. Va hali ham sevganing yo'q. Sen to'g'ri 30 yoshdaman. Shuning uchun ham biroz ehtiyotkor bo'lishim kerak. Va o'zim uchun o'zim javob bera olaman. Men otamga o'xshamayman. Ya'ni uylanib, uni e'tiborsiz qoldirmayman. Sening onang juda ham shoshqaloqlik qilgandi. Lekin sen juda ham ehtiyotkorsan. Agar butun umr yolg'iz qolishni istaydigan bo'lsang, shunday qil. Boshqa hech narsa demayman, bilganingni qil. Xavotir olmang. Bu masalani o'zim hal qilaman. Nimani nazarda tutyapsan? Bu qiz juda ham chiroyli. Bundan tashqari mening didimga ham mos keladi. Sen yuzakisan. Yaxshi, men shundayman. Siz esa unday emas. Siz oliyjanob insonsiz. Ha, men yuzakiman. Li Jay. Hoy bola, u seni kecha tibbiyot klinikasiga izlab keldi. Men yaxshi uxladim.
Rahmat xonim, arzimaydi. Bu bemorda tomoq saratoni radioterapiyasidan so'ng ovqat paytida yomon holat yuz bergan. X-ray yo'li orqali mahalliy to'rayish mavjud. Stent qo'ysa bo'ladimi? Yo'q, bu mumkin emas. Qizil o'ngachning yuqori qismi tor. Agar biz stent qo'ysak, bemor uchun bu juda ham og'riqli bo'ladi. Bemorning qariligini hisobga olgan holda o'sma qaytganmi yoki radioterapiyadan keyin chanda qisqargan bo'lsa, bemorning jismoniy holatini avval ularni olib tashlash uchun fitum dori-darmonlardan foydalanishimiz mumkin. Keyin esa orqa tomoniga ukol qilamiz. Alomatlarni yengillashtirish uchun ignadan foydalanmoqchimisan? Deyarli ha. Bu mumkin. Xo'y, bu holatda sen aniq muvaffaqiyat qozonasan. Xush kelibsiz. Bu tayyor. Avval tibbiyot varaqasini bering. Senshin, menga retseptni ber. Ha, men yozishni tugatdim. Ola qol. Yaxshi. Navbatga turing, shoshilish kerak emas. Bugun odam juda ham ko'pmi? Ha. Qabul ofisi rahbari Shen Shivan. Xodimlar restorani. Akajon, bu tog' oyoqlari sizga. Kerak emas narsalarni qilyapsan. Nimadir kerak bo'lsa ayt. Aka, tadqiqotda menga bergan sharhlarda nima uchun mening ismim ustida xato qildingiz? Yoki sizda bu borada biror bir taklif bormi? Mening taklifim bormi, yo'qmi, ishing bo'lmasin. Bularni o'ylagandan ko'ra qisqichbaqani ye. Yaxshi. Senga qo'ng'iroq qildim, lekin yana javob bermading. Xayrli kun. Menejer Shen, ketyapsizmi? Ishingizni tugatdingizmi? Hammaga xayr. Qara, bu odam uning yigitimi? Men ketyapman. Xayr. Nega telefonga javob bermading? Men ish bilan band edim. Nega bugun kelding? Telefonga javob bermaganingdan so'ng bugungi kechki ovqatimizdan o'tganmisan, yo'qmi, qayerdan Men bilaman? buni qaydnomamga yozib qo'ygandim. Menejer Shenning yigitimi? U sevgilisini qayerdan topgan? Universitetdan. Is right in front of me. Love, 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 love. I've seen your face. Love, 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 love is talking right at me. Whoa, loving you is the best thing I'll ever do. Ovqat vaqtida telefondan foydalanishni to'xtata olasanmi?
Ishda bo'lganingda yuzlab qo'ng'iroqlarga javob bermaysan. Seni oldingda bo'lganimda esa faqat telefonda o'tirasan. Sonya mehmonxonada taomlarni yaxshilash uchun ishlaydi. Men bu rasmni unga misol tariqasida jo'nataman. Nima uchun bunday ishlayapti? U hali ham yosh. Boy odam topib bunga uylangani ma'qul. Sonya juda chiroyli qiz. Uni yoqtiradiganlar ko'p. Lekin u shunga qaramasdan qattiq ishlaydi. Rostdanmi? Sen rostdan ham samimiy do'stsan. Biri qattiq ishlaydi, ikkinchisi esa chet elda o'qiydi. Bu shunchaki meni fikrim. Hatto hujjat topshirganim yo'q. Yanxin, momodan keyin Xitoyga qaytib bordim. Kel bu haqida tortishmaymiz. Maylimi? Nima, chet elga o'qishga ketib bo'lganingdan so'ng g'azablanishim kerakmidi? Xiaowan, to'yimizdan keyin ham bu ishni davom ettirmoqchimisan? Bu ochiqchasiga xizmatkorlik degani. Agar kelajakda sheriklarim u yerga borsa, ularga kamtarlik bilan xizmat qilasanmi? Shunday ekan, ertadan boshlab bu yerda ishlamaysan. Chet elda o'qish shart emas. Bu uchun juda ham ko'p kuch sarflaysan va evaziga qanday xizmat ko'rsatishni o'rganasanmi? Men har doim chet elda o'qishni xohlaganman. Universitetni tugatgandan so'ng Shveysariya juda uzoq ekanligini va men bilan ko'rishish qiyin bo'lishini aytding. Shuning uchun Aytganingdek, men bilan munosabatlaring seni mehmonxonadan uzoq tutadimi? men buni nazarda tutmayapman. Sen noto'g'ri tushunding. Seni shu qadar qattiq sevganimdan doim xudbin bo'lganingni payqamagan ekanman. Eshit. So'nggi paytlarda sen juda bandsan. Nihoyat bugun kechqurun vaqt topding. Senga jadvalni ko'rsataman. Gapirishni bas qil. Salom. Ha. Yaxshi, tinchroq joyda siz bilan gaplashaman. Va nihoyat go'sht pishdi. Bo'la qola sig'ida yeymiz. Lekin men yana nimadir yeyishni xohlagandim. Nima, bu go'shtga to'ymaysanmi? Men Kantoniya taomlarini iste'mol qilishni xohlayman. G'alaba qozonsang senga olib beraman. Sen ajoyibsan. Yana bir marta. Tosh qaychi qog'oz. Men yutaman. Tosh qaychi qog'oz. Yana bir marta. Shen xonim. Sen Seoyan bilan uchrashuvda emasmiding? Nega erta qaytib kelding? Biz u bilan shunchaki biroz ovqatlandik. Uning ishi chiqib qoldi, shuning uchun ketdi. Qaytishga ulgurmasdan ishlari boshlanib ketdimi? Menimcha ochsan, o'tir, yeb ol. Bu yerga kel. Yo'q, kerak emas. Men to'qman. Yaxshisi gullarni suvga solay. Ha, dori-darmonlardan joyiga qo'ydim, sig'ida qabul qil. Yaxshi, tushundim. Bilasanmi, bu Seoyan juda e'tiborli. Har safar unga gullar beradi. Shunchaki bu gullar juda ham xunuk. Mening o'ylashimcha, uning kayfiyati yaxshi bo'lmagan. Balki Seoyanning ishi chiqib qolgani uchun xafa bo'lgandir. Men bunga ahamiyat bermayman, axir kattamiz. Ular buni o'zaro hal qilish kerak. Bizni tashvishlanishimizga hojat yo'q. Vaqtlari bo'lganda gaplashib olishadi. Ha, ular turmushga chiqishmoqchi. Shunday. Balki Yanxin bilan ayrilishim kerakdir. Nima uchun? Bo'lishi mumkin emas. U xizmat safarida nimadir qildimi? Yo'q, albatta. Sizlar uzoq vaqtdan beri birgasiz. Qanday qilib ayrilishingiz mumkin? Buni kim taklif qildi? Hozircha nima sodir bo'lishi mumkin? Hoziroq undan qo'ng'iroq qilib so'ra. Qanday qilib men unga qo'ng'iroq qilaman? U bilan sen gaplashishing kerak. Men u bilan gaplasha olmayman. Agar sen qila olmasang, men qanday qilaman?
Yanxin, men mehmonxona sohasida deyarli 7 yil ishladim. Oldin ishimni yomon deb o'ylamas eding. Shunday ekan, nega aynan hozir u senga xalaqit qilyapti? Yanxin, boshqa jahling chiqmasin, xo'pmi? Sening his-tuyg'ularing haqida o'ylab ko'rishim kerak edi. Juda sovuq. Xiaovan, sening sevgan yigiting bo'lish juda ham qiyin. Doim band bo'lib qo'ng'iroqlarimga ham javob bermaysan. Menga ahamiyat bermaysan. Faqatgina o'zing haqingda qayg'urasan. Sen juda ham xudbinsan. Seni shu qadar qattiq sevganimdan doim xudbin bo'lganingni payqamagan ekanman. O'zing istaganingni qil, boshqa hech narsa demoqchi emasman. Men haqimda hech qachon o'ylamagansan. Doim shunday xudbinsan. Lekin nega axir? Shen Sifan? Nega bu yerda yolg'iz o'tiribsan? Shu yerda o'tirib yolg'iz qolishni xohladim. Senga aytgandim-ku, sovuq narsalarni iste'mol qilmagin deb. Nima uchun muzqaymoq yeyapsan? Yaxshi. Men ham juda ko'p yedim. Nega uni tugatmaysan? Soat 11 dan ham o'tdi. Nega hali ham uxlamading? Men senga bergan dori-darmonlar ta'sir qilmayaptimi? Ular yordam beryapti. So'nggi paytlarda avvalgiga qaraganda ko'p uxlayapman. Aftidan muammo men bergan dori-darmonlardan emas shekilli. Lekin itoatkor bemorsan. Ishingda biror bir muammoga duch keldingmi? Yo'q. Kim bilandir janjallashdingmi? Bu sevgan yigitingmi? Umuman olganda, buni janjal deb ham bo'lmaydi. Ba'zi narsalar borki, hatto o'zim ham tushunmayman. Bu mening aybim. Sen hozir o'zingni xuddi nafas ololmayotgandek his qilyapsanmi? U bilan janjallashganingiz uchun. Ha, Kel, meni orqamdan qaytar. O'ng qo'lingni ko'tar. Menga ishon. Endi bosh barmog'ingni bunday qo'yib, bosim bilan uni aylana shaklda harakatlantir. Sen qattiq bosmading, aks holda foyda bermaydi. bu og'rityapti. Juda og'riyaptimi? Xitoy tibbiyotida bir so'z bor, to'siq natijasidagi og'riq. Havo yo'lidagi to'siq tufayli og'riqni his qilasan. Agar men shu harakatni takrorlayversam,
Og'riq to'xtaydimi? Yo'q, bu shunchaki og'riqni yengillashtiradi. Lekin yurak muammolari uchun yurak terapiyasi kerak. Yoki sen ta'sirli joyni ochasan. Ya'ni sababini olib tashlaysan. Kasallikning sababini olib tashlash. Ha, ancha kech bo'ldi. Kechasi ob-havo sovuq. Sovqotib qolasan, uyga ertaroq qayt. Seni boshqa bezovta qilmayman. Men ketyapman. Yaxshi. Ha, aytgancha. Agar yana uxlay olmaydigan bo'lsang, to'shaging yoniga olma qo'y. Olma hidi senga uxlashga yordam beradi. Mayli, rahmat. Uyingda olma bormi? Bo'lishi kerak. Yaxshi. Menga ruxsat. Keyingi safar ko'rishguncha. Albatta. Xayrli tun. Xayrli tun. Ko'rishguncha. Ushbu serial mohidab.net sayti uchun maxsus tayyorlandi. Serialning keyingi qismlarini ko'rishni xohlasangiz, Google orqali mohidab.net deb qidiring. Boyagi gaplarim shunchaki uydirma edi. Hech narsa bo'lmadi. Haqiqatdanmi? Ana ko'rishib qolmadingiz, to'g'rimi? Albatta yo'q. Men shunchaki ishda charchagan edim. Mendan xavotir olmang. Ertaroq uxlashga yoting. Xayrli tun. Yanhin, qachon menga javob berasan? Biz gaplashib olishimiz kerak. WeChat orqalimi yoki yuzma-yuzmi muhim emas. Safardan qaytganingda va meni xabarimni ko'rganingda iltimos javob ber. Kundalik ishlaringizda hech narsa sizni tashvishlantirishiga yo'l qo'ymang. O'zingizga bosim o'tkazmang. Rostini aytsam, menda ish bo'yicha muammolarim yo'q. Xo'sh, bu muammolar sevgiling tufaylimi? Bu qattiq ta'sir qilishi mumkin. Uyqusizlikdan aziyat chekayotganing bejiz emas. Ichmaysanmi? Kecha men yashirincha muzqaymoq yeyishga qaror qilgandim va doktor Xenin shaxsan o'zi meni tutib oldi. U menga maxsus narsalarni yeyishimni aytdi. Uying yonidami? Tunda-ya? U yaqin oradagi shifoxonada ishlaydi. Shuning uchun shifoxonaga yaqin joyda turadi. Aytgancha, yaqinda mehmonxonamiz sammit o'tkazadi. Chongvit guruhi ushbu sammitda chiqish qilish kerak. Yankin keladimi? Men bilmayman. U menga javob bermayapti. Bugun senga nima bo'ldi? Bu Danjunning nuqtai nazari deb ataladi. Agar o'qilasang, energiyani yengillashtirasan.
Shunday qilib o'zingni yaxshi his qilasan. To'g'ri joyni bosyapmanmi? Birmuncha vaqt shunday qilsam, aniq yengil tortaman. Barcha sovrinlarni yutsam ham kerak. Juda charchagansan. Yana yaxshi uxlamadingmi? Oxirgi uchrashuvimizdan keyin men yaxshi uxlay olmadim. Kel, pulsingni tekshirib ko'ramiz. Yaxshi. Yana yopilib qolgan. Bu tuyg'ularni yolg'iz o'zing ko'tarma. Bunda xalos bo'lganing yaxshi. Shu kunlarda juda band edim. Bu narsalarga vaqtim yo'q edi. Yaxshi. Biz sekinlashishimiz mumkin. Menga ishonsang bo'ladi. Tibbiy malakamga. Jigar va energiya oqimini yengillashtirish uchun ba'zi dorilarni yozib beraman. Biroq eng muhim narsa bu yuragingdagi to'siq. Nimani nazarda tutayotganingizni tushundim. Ilgari ignani sinab ko'rganmisan? Nega bunday qarayapsan? Ilgari boshingda ignalarni his qilganmisan? Hech qachon sinab ko'rmaganman. Bunga ehtiyoj bo'lmagan. Qanday qiladi? Unday bo'lsa, sen to'g'ridan to'g'ri uxlashing mumkin. Ignalarmi? Men senga ba'zi narsalarni olib kelaman. Igna bilan chayqalgandan so'ng qulay uxlay olasan. Qani ketik. Muolajaga tayyorlanamiz. Qaytayotganingda dam olishing mumkin. Doktor H. Nechta igna qo'yasiz? Jami 5 ta bo'lsa kerak. Xavotir olma, hammasi yaxshi bo'ladi. Qimirlama. Tashvishlanma, erkin yot. Hozir boshlayman. O'zingni erkin qo'y. Qalaysan? Og'rimayaptimi? Qo'lingda ikkita nuqta. Mayli. Avval tozalashim kerak. Yaxshi. And I tonight, and we go la 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 Yana ikkita nuqta bor. Tushunarli. Hammasini tugatdik. Ignalar 15 daqiqa shunday turishi kerak bo'ladi. Telefonimdan foydalansam bo'ladimi? Sen ko'zingni yumib birmuncha vaqt uxlashni o'yla.
Xo'sh, sen yotaver. Yaxshi. Xitoy tibbiyot klinikasi. Uxlab qolibdi. Hoy, Hesyu, birga ovqatlanamizmi? Ha, joy tanlab turing, men ovqat olib boraman. Yaxshi. Uyg'ondingmi? Qiziq, qanday qilib uxlab qoldim? Qancha vaqt uxladim? 11 dan 10 daqiqa o'tganda ignalarni olgandim. Endi 1 dan 7 daqiqa o'tdi. Shuncha uzoq vaqt uxladimmi? Sizni vaqtingizni olganim uchun uzr, men hozir ketaman. Hoy, shoshma. Bu xushbo'y xaltacha senga. Xushbo'y. Unda tinchlantiruvchi o'simliklar bor. Bezovtaligingni kamaytiradi. Hidi yoqimli ekan. Rostdanmi? Agar yuraging og'risa, undan foydalan. U olmadan ko'ra ancha foydaliroq. Har doim o'zim bilan olib yuraman. Buning uchun qancha to'lashim kerak? Bu bepul, sovg'a deb hisobla. Yaxshi, rahmat. Unday bo'lsa, shanba kuni ko'rishguncha. Yaxshi. Men ketdim. Xayr.
Nimalarni yozding? Bu shunchaki reja. Keyinchalik qo'shimchalar kiritamiz. Qabulxona ma'muriyati bilan uchrashuv o'tkazaman. Xonalarni zaxiralash bo'yicha. Yangi menejer sifatida bu mening birinchi katta faoliyatim. Shuning uchun harakat qilishim kerak. Bunday katta tadbirlarga chiday olmayman. Rahbarlar dam olish kunlari keladi. Oddiy xodimlar esa har kuni shu yerda qiyinchilikka duch kelishadi. Bularning barchasiga marketing bo'limi aybdor. Nega ulardan qo'shimcha tadbir haqida so'radingiz? Bularning hammasi tugagandan so'ng zarar ko'rmaymiz. Agar marketing bo'limi tadbir qilmasa, qanday qilib yillik mukofot olishimiz mumkin? Bu haqiqat. Mening bir tanishim amaliy mashg'ulotlarda zaif ekanligimni aytgandi. Men bu tadbirni qilishim kerak. Agar bu ajoyib o'tsa, men o'zimning imkoniyatlarimni oshiraman va ko'proq taklif ham olishim mumkin. Juda ham ko'p reja tuzibsan. To'puch universitetga kirishing shartmi? U yerda butun dunyodan raqobatchilar bo'ladi. Bu juda qiyin. Shunchaki qaror qildimki, chet elga o'qishga topshirarkanman, demak, top universitet bo'lishi kerak. Aks holda foydasi bo'lmaydi. Men roziman. Bu safar ham tadqiqotlar fondini olishga murojaat qilasanmi? Albatta, bu safar ham murojaat qilaman. Hozir hujjatlarni tayyorlayapman. Biroq o'tgan yili uni qo'lga kiritish oson bo'lmagan. Ammo kasalxonada Xitoy onkologiya bo'limi uchun juda ham ko'p pullar ajratilgan. Shunday deb o'ylaymiz, lekin aslida bu o'layotgan odamlarning g'amxo'rlik pullari emasmi? Yana shuningdek, natijalarni ko'rish ham qiyin. Faqat sevgigina bu yillarda davom etishi mumkin. Seni chin yurakdan qadrlayman va shifoxonamizda taqiqlangani uchun faqatgina shu tarzda tashkil qilishimiz mumkin. To'g'ri. Xo'y, sen professor Yuedan qo'llab-quvvatlashini so'rashing mumkin. Shu tarzda ko'proq mablag'larni olishing aniq. Bu masalani unut. U o'zining o'quv vazifalari bilan juda ham band. Uni bezovta qila olmayman. Yaxshi. Bugun nima uchun bu haqda so'rayapsan? Shunchaki sendan tashvishlanyapman. Ayt, nima demoqchi eding? Shunday qilib, ular bugun kechqurun hamma bir necha kasalxonada ishlagan shifokor va hamshiralarni yig'ishyapti ekan. Hamma sherigi bilan borish kerak ekan. Men bilan borsang-chi? Men bormayman. U yerga borish uchun so'rov yozmadim. Lekin buni istalgan paytda yozishing mumkin. Allaqachon juda ham qarisan, o'zingning muammolaring haqida qayg'urishing kerak. Balki o'zing uchun kimlarga aytsam, shifoxonamizdan birortasi bilan borishing mumkin. Yana qaytishing uchun ham qulay bo'ladi. Borsang nima qilibdi? Xo'y, sen ahmoqsan. Qanday qilib rejamni buzishing mumkin? Balki o'zimga kimnidir toparmidim. Xiaofan, men ko'p o'yladim. Ajralganimiz yaxshiroqdir. Qo'ng'iroq rad etildi.
Undan ko'ra to'g'ridan to'g'ri o'chirib tashlagani yaxshi edi. 哪怕注定相遇后错 U yana yigiti bilan janjallashyaptimi? 感觉一遍一遍一遍 Ikkinchi qism o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Mohidab jamoasi bo'ldi. Ovoz berishda Kenji va Jiyashi ishtirok etishdi. Keyingi qismlar uchun bizni kuzatishda davom eting. 没说出那句话，感觉一遍一遍一遍落下，爱何时能开出等候的花？你漫步世界，不急着回答，一转身我就在